E'tibor bergan bo'lsanglar, bu mahsulotlar hammasi shunaqa transformatsiyali mebel bo'lyapti. Men o'zim shunaqa qoyil qoldim. Men oldin orzu qilgan mahsulotim mana qanaqa ko'rinishda qaranglar. Вообще gap bo'lishi mumkin emas. Oldin bu narsa haqiqatan xuddi ertak bo'lib ko'rinardi. Endi buni xitoyliklar bu совершенствовать qilib amalga oshirib, qanaqa ko'rinish keltirib qo'yganini ko'ringlar. Juda ham zo'r. Bu narsa nafaqat texnologiyani, bu полностью mebel industriyani o'zgartirib yuboradigan narsa, qadrdonlarim. Qanaqa ko'rinishga ega bo'lgan stol, bitta ko'tarasizlar, bunaqasiga suriladi. И tepaga bundoq ko'tarilib, o'tadigan bryuki превращается в элегантный short deydi. Mana shunaqa qilib, yig'ishtirib, qanaqa ko'rinishga keltirsanglar bo'ladi. Bunaqa ko'rinishdagi mahsulotlarni chiqarib berishadi. Bemalol telefonni qo'yib qo'yib, MagSafe zaryadkadan bahramand bo'lib, mazza qilib telefoningizni zaryadga oldirib turasiz. Yoniga e'tibor beringlar. Muzika kalibrировка qilsanglar bo'ladi. Bu yoqda o'zini Европейский standartga mo'ljallangan to'pi bor. Mana bu yerda o'zini kolonkasi bo'ladi. Shu yerdan muzika eshitish mumkin, fleshka tiqib. Biz sizlarga shunaqa mahsulotlarni yetkazib beramiz. Ishlab chiqaruvchining kontakti to'g'ridan-to'g'ri bizda bo'ladi. Mebelchi akalar, esdan chiqmasin, bu eng qiziqarli narsa. Mana shu bilan bizneschilarni boyitishinglar mumkin. Tak что, shunaqa gaplar